tovuqlarni nima qilasiz? Tovuqlar imlatib kelay. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, Tovuqlar qani? земля в иллюминаторе. Tovuqlar kasal ekan, 10 kun lechina olishga qoldi. Aldamang, siz aldayapsiz. Ularni sotib ichib kelyapsiz. Alkash. Yo'q, ichganim yo'q. Ishonmayapsanmi? Ichganim yo'q. Aka to'g'risi qarzga bera olmayman. Bermaysan, ha? Yo'q. Aka bu tillamas 15 minglik bujetariya-ku. Bo'lmasa 15 minglik arog'ingdan ber. Uzugimni qattiq qo'ydim ekan, Uzugimni ko'rmadingizmi? Topolmayapman. Yo'q. Uzugimni yo'qotib qo'ydimmi deyman-da. Nima qilyapsiz? Uzugingni qidirishyapman. Hey, to'xtang, nima olib ketyapsiz? Musirlar tashab kelay. Qani qanaqa musor ekan? Ko'rsating qani? Tilvet. Yo, kim solib qo'ydi buni? Kim? Bunaqa tuhmat qilmanglar. Aka bu ichkilik yaxshi emas, xonavayron qiladi sizni bir kun. Lekin erkak kishi ichib turish kerak. Mol qani? Menga qara, alkash, mol qani? Shuni ham sotib yo'q qildingmi? O'zi bittagina molimiz bor edi. Sut qatig'ini ichib zo'rg'a kun ko'rayotgandik-ku. Stop! Men nima uchun ichaman bilasanmi? Men nima uchun ichaman bilasanmi? Molda nechta ariq qalmashdingiz? 2 ta. Водка, пиво, под конец корпоратива. Tartay qorningni surta qo'zi. Xo'p. Qandaysan? To'yingga hamma narsani gaplashib qo'ydi. To'yxona, mashina hammasi tayyor. Ikkita bola ham gaplashdim Shodiya sen uchun. 2 ta bola nimaga? Ammo qorning ko'tar yurishgada. Keling aka, nima xizmat? Aka, yaqinda to'yim, o'shanga Zaksga Malibu 2 kerak. Sizga Malibu emas, gelik gaplashib beraman, bo'ladimi? Men vidimni ko'rib, chiroyimni ko'rib, Malibu emas, gelik deyapsiz-da. Yo'q, prosta bu qorin bilan Malibuga sig'maysizda. Menga ovqat bermaysizmi? Yo'q. Ertaga to'yingda osatirib yurasanmi? Qorningni dieta qilgin. Xo'p. Qorinboyim, to'yimizga ham oz qoldi. To'yiga kelin kuni oldim. Qo'shib korset ham oldim. Korseting nima u? Chumiz qizlar narsasi belda xicham qilib turadi. Yur to'play olaylik. Yo qorningni yo'qotasan, yo uydan chiqib ketasan. Mana, bo'lar ekan, qorinsiz yursa. Binoyiday bola bo'lsa. Ko'ylagim shu yerda. Korsetim qani ekan, ha? Qanday yechadi buni? Dada, Xorazmlik qizga uylansam nima qilibdi? Bo'ldi, uylanaman, tamom. Toshkentdan Xorazmgacha 1100 kilometrligini bilasanmi? Umring yo'lda o'tib ketadi qatnab. Yo'lda ahamiyati yo'q, uylanaman, tamom. Shopir aka, Toshkentgacha necha soat qoldi? 6 soat qoldi, 6 soat. Shodiyor aka, tog'am to'yimizda ichib zaharlanib bansiga tushib qopti. Zaharlanadi, ammo kichkina stakanda ichsa, tog'ang kosada ichayotdi. Bormasak bo'lmaydi. Toshkentdan Xorazmgacha hayotda bormayman. Dadam aytsa ham bormayman. Ha, yaxshimisiz? Dadam mazasi bo'lmayapti? Kuyovingiz bormayman deyapti. Kim aytdi bormayman deb? Men tayyor. O'z dadangga nima qilibdi? Burunlar bitib qopti. Agar farzandli bo'lsak, farzandimiz doktor bo'ladi. Nimaga? Chunki uydagilarning bir sog' odam yo'q-ki, hammasi kasal. Kasal degansa esimga tushib ketdi. Oyim mazalar yo'q edi. Ko'rgan bo'lib kelamiz. Bekor aytdimmi deyman-da. Sal narsaga yugurib borarding. Kelmadimi birortasi ko'rgani? Keladi. Men borganman-ku, ular ham keladi. Manga oyim sizni
ana kelayotgan bo'lsa kerak. Oyijon. Kuyov mazangiz yo'q ekan. Yo'l uzoq deb bora olmadik. Borganimiz bilan nima o'zgarardi? Ay yurur, hammamiz student, viloyatda bolalari. Baribir xijolat bo'lyapman-da, jo'ra. O'ylanma, nimada uyalasan? Hammasi mehmon do'st, ko'rasan hozir. Ana mehmonga olib kelgan bolang shampunimni olib ketib qopti. Telefonga tez olib kelib bersin. Nima kerak bu uyga mehmon o'zi? Ketdim men. To'xta, hazillashyapti ular. Bu? Xullas, navbatchilik ro'yxatini qilib qo'ydim. Bugundan boshlab navbatchilik qilamiz. Ketdik, qondim och. Sen nimaga darsga bormading? Oq ko'ylam kiyib ketibsan-ku. Sanikimidi? Ha, o'la. Estetika, madaniyat degan narsa yo'q. Birovni kiyimini ham kiyasanmi? Sen umuman gapirma, sen tuflimni kiyib ketibsan. Senikimidi? Nimaga sochi g'o'rab o'tiribsan? So'rachi? Sanikimidi? Mana yana ro'yxat. Bugundan boshlab aniq navbatchilik qilamiz. Kim keldi bu o'ylaysan? Akmal. Akmal? Topsana, qo'y. Haddidan bilaman. Aniq bilaman, hech kim navbatchilik qilmaydi. Просто o'rganib qoldim. Shunga yopishtirib qo'ydim. Xullas pul tashashib, bozorlik qilamiz. Yo'q, men Menda zo'r taklif bor. Birinchi o'rinda Akmal bor, oyangni o'pib kel. Ikkinchi o'rinda hammamiz 50-50 qilib bir haftalik bozorlik qilamiz. Gap tamom. Mana bir haftalik bozorlik qildik. Ana 100 ming ortib qolgan pulni bolaga aytamizmi? Tushunarli, 50 ming qolibdi. Tushundim, 100 ming qarzga kiribmiz. Boladan yig'ib olamiz, ketdik. Bola, insta haydashdi. Endi viloyatga ketar ekanman. Agar Abu ketayotgan bo'lsa, men divanda yotaman. Men yotaman. Qo'y, men birinchi kelganman. Dars, har kuni dars. Mehmon yaxshi. Mehmon keldimi? Oilalar hamma yaxshimi, charchamasdan. Ha, keluvdik biz ham. Ha, yaxshi. O'zingiz yaxshimisiz? Tog'a, assalomu alaykum. Jiyan, qalaysan? Yaxshi. Men ketdim ko'chaga. Qayoqqa? O'ynayman. O'ynasam bo'ladi-ku, to'g'rimi? Mayli. Rahmat. Jinnivoy, dadang qanday ruxsat berdi ko'chaga o'ynagani? Bizni uyimizga mehmon kelgan. Men xohlagancha o'ynashim mumkin, xohlagan ishimni qilishim mumkin. Putti. Na, putti. Ha, qaynonalar yaxshimi? Rahmat, o'z joyidami ishlaringiz? Rahmat. Yaxshi yuribsiz. Ha, o'zi yaxshimi? Ha, yaxshi, rahmat. Ey, yoqqangni to'g'rilayapman. Tog'a. Jiyan. Dana. Ha. Ana, yaqinda olib kelgan chokatellarimiz qayerga qo'yuvdik? Eslolmayapman. Chokatella qolmagan. Yo'q, kechagina olib kelgan yangi chokatella bor-ku. Ha, kechagi chokatellami? Tosh ustida turibdi. Qayerda? Tokchani ustida turibdi. Rahmat, dadajonim. Tog'a. Jiyan. Siz uyingizda biror nima sinsa nima qilasiz? Kelgan balo qazo shunga ursin deyman, jiyan. Zo'r ish qilar ekansiz. Kelgan balo qazo shunga ursin. Mayli, pochcha. O'tinglar ham kutaman. Xo'p, pochcha, rahmat. So'nggi so'zimni aytsam bo'ladimi? Xo'sh. Ay, og'riydi-ku. Assalomu alaykum. Jiya, yaxshimisiz? Sog'lig'ing yaxshimi? Charchamayapsan, tuzimsan? Agar uyga mehmon kelgan ekan, men o'ynagani ketdim. Nima bo'pti, doktor? Sahringiz oshib ketdi-ku. Elyor bo'lmagan, shundaymi? Assalomu alaykum akalar. Gripp bo'lib qoldim. Ayam uyda yo'q edi. Nima qilsam tezroq tuzalaman? Buni yo'li oson.
Короче, turibdi olasanda, asalga yaxshilab aralashtirib yeysan. Otday bo'lib ketasan. Turibni asalga aralashtirib ichuvdim. Ha, jigarni ham zo'riqtirib qo'yibsiz-ku. Akalar, umuman ishtaham yo'q. Hech narsa yeyolmayapman. Nima qilsam bo'ladi? Ishtahani ochib zo'r bitta yo'li bor. Ko'proq qalampir ye, ishtahang ochiladi. 33 ta qalampir yegandim. Bir yeyishda. Jigarlaringiz titilib ketmabdi hali ham. Anginalar shishib ketgan. Nima bo'ldi? Tomog'im vobshe qisib qoldi. Nima dori ichsam bo'ladi? Jonga tegding-da. Zahar kesadi. Marojni yeysan xullas. 19 tagina marojni yegandim. Birdan 20 ta qilmabsiz-da. Juft bo'lardi. Akalar, umuman mazam bo'lmayapti. Nima qilsam bo'ladi? Toza jonga tegding. Bor bitta switch ol, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Switch? Buni ishlatdingizmi? Bu mashinaning switchasi-ku. Shuni keyin bildim-da. Bu yoqqa kel. Dadam ko'rmadi. Uyda nima sasiyapti? Oyog'i sasiyapti. Mani oyog'im sasimasdi-ku. Aka, siz eng yaqin qo'shnimisiz-ku. Sizga bitta gap aytsam, dadamga aytmaysizmi? Yo'q, aytmayman, aytur. Bu basharangizni aytib qo'yadiganga o'xshayapti. Aytmayman. Ayt. Men kechqurun siyib qo'yapman. Hech narsa emas-ku, yo'li bor buni. Qassobxonaga borasan, bitta yaxshi qo'chqorda moya. Nima yeyapsan? Qo'chqordim, moya. Uyda nimadir sasiyapti-da. Ha, yaxshiman, o'zing nima? Suyib qo'yapti ekan. Har kuni kechasi shamollab ketganman. Bo'pti, mayli. O'rtog'ing Shahzod bor-ku, har kuni suyib qo'yayotgan ekan. Men sharmanda. Bu yoqqa kel. Bormayman, aldiysan sen. Men bormayman. Bormagandim-ku. Dadam bizni o'ldiradi. Nima sasiyapti desam san ekansan-da. Bu yoqqa kelda siyg'oq. Ay, og'riydi-ku. Rostdan ering urdimi? Ana, singlimni uribdi. Endi yirtaman. Ayiraman dada. To'xtatmay meni. Nimaga? Yirtasan. Yaxtay bo'ldimi? Kuyovni chaqir. Kuyov moshini urib ketdimi? Yo'q, qiziz urdi. Menga ozroq boshqacharoq aytding-ku. Siz qizingizga ishonasizmi yo kuyovingizga ishonasizmi? Yana nima bo'ldi, qizim? Kuyovingizni 15 ming pulini ishlatdim. Shunga janjal qildi. Davlenam oshib ketdi. Dada, yirtaman uni. Kuyovingizni ayiraman 15 mingga uradi. Yetibdir. Kuyov nimaga bunaqa qilasiz? 15 mingga paypoq beradi-ku. Shu pulni men o'zim beraman shu pulni. Qanaqa 15 ming so'm? 15 ming dollarimni ishlatgan. Dollar? Qizim, kiyim magazin ochibsanmi? Siz qizingizga ishonasizmi yo kuyovingizga ishonasizmi? Shuni bilmayapman-da. Voy kuyo, yana singlimga gapirdingmi? Yirtaman. Ayiraman, yirtib tashlayman bola. Urushgani kelganimiz yo'q, yirtgich, prosta mehmonga keldik. Har doim urushga kelib o'rganib qolman. Omma yirtaman. Kuyovimga nima qilibdi, doktor? Kuyovingizga kimdir bir haftalar ichiga ovqat ichirishibdi-da. Yo, siz qizingizga ishonasizmi yo doktorga ishonasizmi? Endi hozir doktorga ishonaman-da. Dada, o'zi kimga ishonamiz? Singlimga ham, kuyovgami? Shuni bugun aniqlaymiz. Hammasi sen aybdorsan, tushundingmi? Sen aybdorsan. Begorlarni aytibsiz. Hozir bilib olamiz, aytdimlariga. Singlimni urdi-da. Yirtaman, ayiraman. To'xtang, zo'r bemalol urush o'ringlar. Aytdimlarigini qaydan bilaman?